Adamda xuddi jismoniy energiya bo'lgandek, aqliy energiya ham bo'ldi. Xuddi jismoniy energiya ma'lum bir yig'ilmasa, masalan, siz ma'qulingiz bir narsa, aqlingiz bir narsa, putingiz bir narsa ko'tarsangiz, hech qancha ko'tarolmagandek, aqliy energiya ham chechilgan vaqtda mayli turmushingiz bir natija bo'lib qolmasdan, balki ruh energiyasi hammaga taqab ketganligi uchun ba'zi psixik parakenda chiqadi. Unda bizning zot energiyalarimiz nakit bor. Bizning energiyasimizning ko'p qismi o'zimizni yushishlar o'tib ketadi. Masalan, men shu igiz, bashlik odamlarga ballig'i o'chmi. Nima ish bo'lib o'ch? Amaliyotda men igiz, bashlik odamlik o'ch emas, ular mening yenimdagi ba vaqtida uzamgoch. Chunki bundaq ballar yenim kelgan vaqtda men o'zimning to'lim uruq, paka dek his qilaman-da. Şu nurg'un vaqtlarda men qanday qilmansa, bundaq igiz, men bearam qiladigan, mening ojizligimni oshkorlab qo'yadigan muhitdan qochaman. Bu nurg'un odam bo'ldi jamiyatda. Ya'ni ba'zi odamlar tuyg'usiz do'stlardan ayrilib oldi. Nima ish qilsa, chunki har qatim do'stlarining oldiga kelsa bearam bo'ldi. Ya'ni o'zini ojiz his qildi. Shundan u bir ojiz to'pni izlaydi. Yoki ba'zi odamlar, masalan, ba'zi ayollar çay oynab etib, tuyg'usiz ba'zilari qat'iy hech kimga aralashmay turib oldi. Har xil narsalarni bahona qilib. Nima ish qilsa, ularning oldiga kelganda bearam his qilish mumkin. Yoki o'zini baxtsiz his qilish mumkin. Yoki o'zining baxtsizlik tuyg'usini oshkorlab qo'yishdan ansirish mumkin. Hamda bunday qilishning hech qanday hojati yo'q. Hatto kishilar hozir boshqalar meni kambag'al deb qolmasin deb yoki o'ziningmi boy ekanligini isbotlash uchun haddan ziyod narsa keraklarni setib oladi. Ya'ni o'zining iste'mol saviyasidan yuqori. Bu odatda ko'pincha odamlar bulayapti. O'zining iste'mol saviyasidan yuqori narsani setib shaqil qaranglar, menmi sizlarga tava bir guruhga aylandim demakchi. Yosh bolalar uchun yosh bolalar texim shundoq. Garchi hech qanday xizmati yo'q, hech qanday bir kirim yaratmayotgan bolalarmi bir xil o'zining no'chiligini yoki boyligini isbotlab qo'yish uchun haddan ziyod isrofchilik bor. Bo'libmi qizlar bilan kurashgan shundoq bo'ladimdi. Bir bola dadasiga debdi, dada men ash qiz bilan yaxshi ko'rib qoldim. Shuni yaxshi ko'rib qolganning yog'i tomoq yemayaptimi, suv ichmayaptimi, uxlayaptimi, maktabga bormayaptimi desa, dadasi nim bo'lgan debdi. Bu bola shu pulim qolmadi debdi. Demak, nurg'un yoshlarda qizlar o'zini texmo ilg'or, texmo bir xil holatda ko'z tutish uchun nurg'un vaqtda o'zining amaliy ahvoliga qaraganda eshib qolgan iste'molni qildi. Hatto ba'zi mush tufayli jinoyat yo'liga menib ketish mumkin. Demek ki, nurg'un odamlar o'zining azoblarini, qiyinchiligini ishkasi qilishga roziki, jiq pul xejlab yoki yushirib. Boshqalarga o'zining azob qilayotganligini ko'rsatishni xohlamaydi. O'zining azobini ishkasi qilishga roziki, boshqalar ko'rsatishni xohlamaydi. Bir ayol, bir juft ayol mashina haydab yozda. Yani derizlarni itib menibdi-da, mashinaning ichidagi shunda isib ketibdi. Isib bo'lanmabdi. Shunda ayoli qadrligim, mashinaning eshigini tushirib esa qanday qaraysiz desa, bu qiziqi qilgansiz. Bu mashinaning derizini tushirib etsak haqli bizning mashinada kontiyo yo'qligini, ya'ni havo tansish yo'qligini bilib qolmamdi, jimto degidik. Demek bu yerdeki bu erning ideologiyasi nima deganda shundoq isib ketishga roziki. Ammo kishilarning uning mashinasida havo tanishishning yo'qligini bilib qilishni xohlamaydi. Bu bir oddiy hikoyani biz dramatlashtirgan vaqtimizda nurg'un odamlar o'zining azob, qiyinchilik, baxtsizlikini hassaslik etishga roziki, ammo boshqalarni uni ko'rib qilishni xohlamaydi. Buni bilan odamning nurg'un energiyasi o'zini yushirish bilan ketdi.